Hammaga salom. Bugungi videoda sizlarga Vertex AI haqida tushuntirib beraman. Buning uchun avvalo Google Cloud Console deb search qilamiz va bu yerga kirgandan so'ng siz ishlatadigan proyektni tanlab olamiz va API Servicesni bosib shu pagega kiramiz. Bu yerda ikkinchisi bo'lgan libraryga kirib searchdan Vertex AI deb yozamiz va uni tanlab u enable bo'lganmi yo'qmi tekshirib olamiz. Men allaqachon enable qilib qo'ygandim. Shuning uchun main Google Cloud pagega o'tib, u yerdan Vertex AI Studioni search qilib ko'raman. Va bu chiqdi. Vertex AI Studioga kiraman. Shu Vertex AI Studioning oknosi hisoblanadi. Bu yerdan neonni bosib chatga o'taman. Bu yerda siz model bilan muloqot qilishingiz, savollar berishingiz, matn yaratishingiz yoki chatbot uchun promptlar tayyorlashingiz mumkin. Men esa bugun beginnerlar uchun Generative AI ni bir paragrafda tushuntirib bering deb yozib ko'raman. Albatta tilni ham qo'shib qo'yaman. O'zbek tilida bo'lsin deb. Model darhol javob qaytaradi va siz javob sifatini oshirish uchun temperaturani o'zgartirishingiz mumkin. Eng qulay tomoni Vertex AI Studio sizga shu promptni API orqali ishlatish uchun avtomatik Python yoki JavaScript kodini beradi.